Bu videomizda avtomatni sirtidagi yozuvini, расшифровкасini IEK avtomati brendi misolida ko'rib chiqamiz. IEK firmasi nomi yaxshi brendlardan. Markasi VA4729. Bu markali avtomatlar nominal toki 0.5 amperdan 63 ampergacha bo'lgan nominal tok bilan chiqarilgan. Keyingi brend, ya'ni shunday IEK firmasini VA47 100M markalisi esa ular 10 amperdan 100 ampergacha bo'lgan nominal tok bilan chiqarilgan. Undan keyingisi VA47 150 yozilgan bo'lsa mana bu yerda. Uning nominali 63 amperdan 125 ampergacha bo'lgan tok bilan chiqarilgan. Nominal toklar bilan. S32 ga keladigan bo'lsak, 32 bu uning nominal toki. Ya'ni tok bundan ortganda o't yuklama bir necha barobar ortganida qisqa tutashuv tokidan himoyasi borligini bildiradi. Ya'ni S kategoriya 5 barobardan 10 barobargacha bo'lgan qisqa tutashuv tokidan himoyaga o'tadi degani. Masalan, mana bu yerda B kategoriya bor, Vikov brendiniki. Buning 3 barobardan 5 barobar tok ortganda himoyaga o'tadi. Ya'ni ishlash tezligi bunikidan tezroq. Demak, 32 amperli avtomatimiz maksimal 320 amperda tashlaydi. Shunday ekan, avtomatni tanlaganimizda kabel, iste'molchi hammasi hisobga olgan holatda tanlanadi. Undan keyingisi pastdagi to'rtburchak ichidagisi 4500. Ya'ni bu nominalni toki otsechka bo'lganda, ya'ni qisqa tutashuv tokida 4,5 ampergacha bardoshli. Undan ortganda bu avtomat kontaktlari kuyib yopishib qolishi yoki butunlay kuyib uzilib ketishi mumkin. Demak, mana bu nominal bizda 6 kiloamper yo 10 kiloamper ko'rsatilgan bo'lsa, u yana ham kattaroq tokka bardoshliligini bildiradi qisqa tutashuv tokida. Pastdagi to'rtburchak ichidagi 3 raqami bu uning qisqa tutashuv toki paytida ishlash tezligi. Ya'ni agar bizda bu yerda bir raqami turgan bo'lsa, bu avtomatimizning o'tish tezligi 0.02 sekund. Aniqroq oladigan bo'lsak, 10 millisekunddan 20 millisekundgacha bo'lgan vaqtda o'chiradi. Shu tezlikda. Agar bu 3 o'rnida 2 raqami turgan bo'lsa, 0.1 sekund, ya'ni 0.01 sekund, ya'ni 6 dan maksimal 10 millisekundgacha bo'lgan vaqtda tashlaydi. Bu 3 raqami turibdi bizda hozir, bu 0.006 sekund, ya'ni 2,5 millisekunddan 6 millisekundgacha bo'lgan tezlikda. Ya'ni ishlash tezligi birinchi, ikkinchi klassga qaraganda bu uchinchi klass yana ham katta tezlikda o'tishini bildiradi. Yoniga qaraydigan bo'lsak, bu yerda bir raqami turibdi. Ya'ni tepa kirish, 2 raqam pastda turadi, past chiqishni bildiradi. Mana bu zigzag shakldagi ko'rinishi buning avtomatik tarzda o'chirilishini bildiradi. Ya'ni agar biror joyda mana yozuvlar o'chib ketgan bo'lsa, bu avtomatmi, modelni rubelningmi bilish uchun mana buni o'zi yetarlicha. Yoki mana bu qismi ko'rinmay qolgan bo'lsa agar, biror sabab tufayli mana bunday shu kichkinagina belgini o'zi yetarlicha bo'ladi bu uning avtomatik o'zgacha ekanligini, ya'ni avtomatik выключатель. Bizda demak bir raqam tepada, faza tepaga ulanadi. Puya qoidalar bo'yicha ham faza qo'zg'almas kontaktda o'tirish kerak. Ya'ni bizda qo'zg'almas kontaktimiz tepada, qo'zg'aluvchan kontaktimiz esa pastda. Undan pastda ko'rish mumkin toki расширитель, ya'ni qisqa tutashuv tokida tashlaydi. Undan pastda esa yarim to'rtburchak teplовой расширитель, ya'ni o't yuklamada tashlaydi. Va 2 bu yer esa iste'molchiga yoki boshqa guruh avtomatga chiqib ketishi mumkin. Shuningdek, bu qismida indikator belgisi yana 0 turibdi. Pastga bosganda o'chiladi. Mana bu yerdan ham ko'rish mumkin. Pastga qarab egilib turibdi. Bunda uni o'chishini tepaga ko'taradigan bo'lsak, uning yoqilishini ko'rish mumkin. Bu qismlarda 25 mm kvadratgacha bo'lgan ko'ndalang kesim yuzasiga ega sim va kabellar qotirilishi mumkin. Keyingi videomizda esa mana bu qismining uchunligini ko'rib chiqamiz. Savollar bo'lsa, bemalol kommentariyada qoldirishingiz mumkin. 516 amperlik. Demak, bu avtomatimiz
maksimal 160 amperda qisqa tutashuv tokida tashlaydi. Avtomat tanlanganda kabellar, iste'molchilar quvvati hammasini hisobga olib turib, kabellarning nominal tok bardoshligini hisobga olgan holda albatta to'g'ri tanlash kerak. Agar sizda bir dona rozetkaga boradigan kabel bo'lsa va uning ko'ndalang gazmyuzasi kabelimizga 4 mm kvadratdan tashkil topgan bo'lsa, demak uchun 16 amperlik bu normal hisoblanadi. U uchun 25-32 noto'g'ri tanlangan bo'ladi. Darhol 16 amperlikka almashtirish tavsiya etiladi. Keyingi videoda mana bu qismi haqida aytib o'tamiz.